Bugun Respublika bolalar tibbiy reabilitatsiya markazining ochilish marosimi o'tkazildi. Bizning markazimiz 2015-yilda qurilish ishlari boshlanib, bugungi kunda qurilish ishlari to'liq yakunlandi. Bunda muhtaram prezidentimizning sa'y-harakatlari juda ham yuqori bo'ldi. Markazimizda 2-mart kunidan boshlab 6 ta bo'lim o'z faoliyatini yuritadi. Bu markaziy asab tizim kasalliklari, periferik asab tizim kasalliklari, revmatologiya, gastroenterologiya, pulmonologiya va ortopediya bo'limlari. Butun respublikamizdan yordamga muhtoj, tibbiy reabilitatsiyaga muhtoj bemorlar qabul qilinadi va bular barchasi bepul davo muolajalarini oladilar. Bugun bizni markazimizga ochilishida respublikada bolalarni qo'llab-quvvatlash fondi a'zolari Marat Fatixovich boshchiliklarida kelib, bizni bolajonlarimizga o'z sovg'alarini qoldirishdi. Sovg'alar uchun fond ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.